Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik tövenlik babını okuyumuz. Bu babda mundaqdaydı İmam Bukhari. Ademninki çiçini juyup şu aşkan su hakkında bu mesela çaşını juğan deyken bu sununki hükmü nima o deydi. Endi bu bab bilan yuqorqi babninki qanday aloqasi bor degan vaqtida baştaki babda taharet suyunu izleş haqida to'xtalganda taharet suyu cho'qim pokiz bo'lishi kerak. Demakchi bo'lg'ini hamda bu yerda mushtaq chachib oshgan suvmi pokiz suv bo'ladi. Mushumi shu izdelgan suv qatoriga ishlatishga, iste'mol qilishga loyiq suv qatorida bo'lamdi, bo'lmamdi demakchi. Büyük tabiinlardan Ata ibn Abi Rabah degan ulamo zot odamninki chochlarini jiyib yoki uningdan bunda arqon yasab ishlatsa uni kerak yo'q, durust deb qaragan ekan. Hatto shu ishib qo'ygan suv deymiz. Uningdan boshqa ishlar masjidniki yo'lida yetib olgan bo'lsa, shuni koridor qilib tutib olgan yetib yoki shu masjidning oldidagi yo'llarda yetib qo'pib oldigan bo'lsa, shu joylarni hatto pokiz degan. Imom Zuhriy rahmatullohi alayh masalan ishit bir qochini yalab qo'ygan bo'lsa, uningda hech qanday bir ashtondan boshqa suv yo'q-da, masalan suvni ichib qo'ygan bo'lsa, shu suv bilan taharat as bo'ladi deb qaragan. Sufyan Savri yoki Sufyan ibn Uyayna bu ikkalarining birisida bo'ldi debdiki, mana mushu fiqhining o'zi deb baho bergan. Bunda deganligi mana bu naq shu istinbat, ya'ni bir mazmun olganlik deb qaragan. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz suv topolmagan vaqtingizda tayammum qilinglar dedi. Mana ma'ning o'zi bir suv. Bu yerda suv topolmasanglar dedi Alloh. Amaliyotda ma bir suv, demak suv topgan bo'lsang taharat ilinglar demakchi deb mush oyatdan bular yakun olgan, mazmun olgan deb qaragan. Şunun özü de yana istiyalab qo'ygan suvda hem taharat mı alıdı, ondan keyin hem tayammum mu qiladi. Demek bu orqali zixm ko'ymaydigan, kavob mı ko'ymaydigan bir usulni tanlamoqchi bu yerda. Odamniki shu chochlariniki pokizlikmi yoki nejismi degan masalada nurg'un ixtilofli bo'lgan. Masalan, hayot holati boshqacha, o'lib ketgandan keyin boshqacha, hatto o'lib ketgandan keyin bu nejis bo'ldi deganlar bo'lgan. Hatto buni yuvgandan keyin pokiz bo'ldi degan qarashlar bo'lgan. Buniki tafsilotini fiqh kitoblariga murojaat qilish munosib bu jihatda. Bu masalada bu ixtilofninki yuz berish nuqtasi nimadan kelib chiqqan degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki taharat oshgan suyini ondan ba'zi rasulullohning suyidikini, ba'zi sahobalar rasulullohniki qonalda vaqt qinini ichib etgan. Rasulullohning bir odam mana shuning uchun bu bunda bir qism a'zolar pokiz deb qaragan. Amaliyotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bizniki shu odatdagi insonlarniki darajasi, martabasi o'xshamaydi. Ya'ni xosliqi va avvallarni umumiy bir avvallarga qiyos qilishga, uni tatbiqlashga bo'lmaydi. Omiliki mavi ishtin oshgan suvning pokizlik masalasi kelgan vaqtida toza aqlga mı uygun emas. Hadisninki umumiy mutlaq ro'yiga mı uygun emas. Lekin bir qism ulamolar hamda ishib qolgan suvda taharat bo'ladi deb qaragan bo'lsa-mu, lekin bir qism ulamolar odamning qalbida, nafsida bir xil onun bir shak shubha, ichilmaslik paydo bo'lib qoldi. Shunlashqa ashning ishib qolgan suvdimi taharatni elib, undan keyin darhol tayammumning qilsa durust deb qaragan. Amaliyotda bu suvni Hanifi mazhabniki ta'limotiga ko'ra buni nejis deb qarab, buni tayammum qilgan afzalroq. Xo'sh, biz endi hadisniki o'zi kirib ketaylik. Bu 170-numurlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Malik ibn Ismoil degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Imom Buxoriyniki eng buyuk ustozlardan Abu Ghassan an-Nahdi nomi bilan mashhur. O'z nayt abid, o'z hujjat xarakterlik bir hafiz ulama, muhaddis. Bu kishi
219-yili o'lib ketgan. Malik ibn İsmail desem şu 6 Sahih Sitte kitapta meşhur. Bundan başka Malik ibn İsmail deydigan adam yok hamda. Bu adam deydi bizge İsrail Asim degan kişiden hadis rivayet qilib bergan edi dedi. İsrail ibn Yunus nomi bilan boshda o'tgan. Bu Asimga kelsak hamda bu Asim ibn Sulaymon al-Ahval al-Basri nomi bilan meşhur. O'zi ishonchli muhaddislardan 142-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu adam İbn Sirin'dan hadis rivayet qilyapti. İbn Sirin Muhammad ibn Sirin nomi bilan boshda o'tdi. Bir sanırsa var Hafsat ibn Sirin degan bu yani muhaddislar oilasida. Hamda İbn Sirin dedi Muhammad ibn Sirin. Ubeydga mundaq dedim dedi. Ubeyd degan kishi Ubeyd ibn Amr nomi bilan mashhur. O'zi shu Bani Murad qabilasidan, arablarning Bani Murad qabilasidan. O'zi kofilik Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hayotida musulmon bo'lgan bo'lsa, sahoba bo'lish sharafiga bu odam erishamagan. Şu bu adamni jahiliyatnimi ham İslamiyet davrinimi tang birga başından o'tkazgan odam deb qarashga bo'ldi. O'zi tabi'in kufi. Bu yerga biz jahiliyatmi deganimiz bu İslamiyet kelishdan burungi mutlaq jahiliyatni demoqchi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida bo'libmi Sufyan ibn Uyayna bu ilmda, bu sotchilik ilmida Shurayhil qozi bilan bab-barobar odam edi degan. Chunki Shurayhil qozi shu sot masalalarida ma'lum bir davolg'ish yoki shak shubha adroq qallasini o'tmagan masalalar bo'lsa, Ubaydga xat yozgan. Nechqatim. Men shunlashqa buni masalalarni hal qilishda Shurayh mushadamning masalasi so'ragan qirg'a vaqtida qozilik jihatda xili ko'zi ko'ringan tobiin deyishga bo'ldi bu odamni. Bu odam 72-yillarda o'lib ketgan. Endi bu hadisda, bu so'zda Muhammad ibn Sirin Ubaydaga da'vatida bizda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki chichibati biz buningga Anas tarafdan yoki Anasning oilasi tarafidan biz erishgan edik. Desam, Ubayda dediki, ustoz bo'ldi-ku Muhammad ibn Sirinning. Hey, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki bir tal chichi bo'lsa, kin kashki menda dunyo va dunyodagi butun narsalardan menga Rasulullohning shu bir tal chichi so'yimlik edi deb ketgan edi deb shunaq degan. Bu bir qism sahobalarningki qo'lida bu chashlar bo'lgan. Masalan, Xolid ibn Validmi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki chichini o'ziniki ma do'lg'usi ishiga bo'ksinki ishiga davomli selolib qochiladi, saqlaydi-da. Urushladimi shuni chashni ele oladi. Shunlashqa hamda bir qism faqihlar Xolid ibn Validningki shu urushlarda faqat mag'lub bo'lmaganligining sababi shu Rasulullohningki chichidan bo'lishi mumkin deb mandami qaragan. Yamama kunisi masalan, Yamama kuni deganimiz shu Najdda hozirgi Riyozda Musaylimat ibn Kazzob bilan bo'lgan urushda shu dovulg'us tushib ketgan. Tushib ketgan vaqtida bak ig'ir kelganda bu kishiga. Mushu payg'ambarimizning chichi va dovulg'a kofirlarning qo'liga tushib ketmasin deb shu dovulg'ini ilish uchun ajoyib sabrchanlik bilan bu odam kurash qilgan shu mezgilda. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki bu hadisni bu yerda bundaq keltirishlik sabab nima? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki chichini mushta saqlab yurishning o'zi chashning pokizligini bildirdi. Demak, odamning chichi pokiz degan ma'no ne? Shu ushurni asos qilib turib bu odam bu hadisni bu yerda qabul keltirgan. Endi yuqorki babga munosabatlik 171-numurlik hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Muhammad ibn Abdurrahim degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Said ibn Sulaymon degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishi Abu Usmon Sa'daviy nomi bilan mashhur. İmam Buxoriy, İmam Davud, Abu Davud qatorliq muhaddislar bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Bu kishi 60 qatim haj qilganligi zikr qilinibdi. Undaqda naytbek zohid taqvo kishi bo'lish kerak. Bu kishi 225-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi deydi bizga Abbad hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu Abbad
Abbad ibn Avvam, Ebu Sehil namı bilen meşhur bu adam kunyası. 185 yıl ölüp ketken özüne ait rostçil, şençilik raviladın. Bu kişi hem de İbn Avun degan kişiden hadis rivayet kılıvatıdı. Ondaqda İbn Avun kim o degan vaqtida Abdullah ibn Avun namı bilen meşhur bolgan tabiin öz zamanısınınki en dağınlık qarisi boludu. Qarilarning hocisi, şeyhi boludu bu adam. Bu kişinin tercümanın başta öttü boğay. Bu kişi İbn Sirin'den, Muhammed ibn Sirin şu. Bu kişi Enes ibn Malik radıyallahu anhu da rivayet kılıvatıdı. Enes ibn Malik deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam 5-ci şütke vaqtida, 6-cı şütke vaqtida Ebu Talha radıyallahu anhu tuncu bulup Resulullah'ın çiçini ağan kişi idi dedi. Yani Resulullah'ın etrafında nurgun bir neçe sahabe buludu, zoqlunup Peygamberimizi qarab Resulullah'ın türlük haletlerini gördü, iş izlerini ügünüdü. Bir xil heves zoq bilen qarab turdu. Resulullah şuna tertası talaş-talaşda içidigan gap. Yoki çayşları çüsse talaş-tatışda aladigan gap. Yani tuncu bulup muş çayşını ağan kişi Ebu Talha radıyallahu anhu idi dedi. Bu Ebu Talha kim o? Diğer vaqtda Zeyd ibn Sahl ibn Aswad el-Neccari. Yani Ensarilarning Beni Neccar cemaatidir. Özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen nurgun uruşlarda mesela Bedir, Uhud qatarlıq. Şu iki beyat var deyimiz Mekke'de kişiler Ensarlar bilen yığılıp tuncu qatım qılınğan. Şu siyasi faaliyetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge ortaklaşkan Resulullah'ın yanında bolgan adam. 32. yılı Medine'de ölüp ketken Osman ibn Affan namazını okugan büyük bir sahabe. Hem bu kişi Enes ibn Malik'ninki ügey dadısı boludu. Enes ibn Malik'nin annesi Ümmü Selim degan ayolning eri boludu bu adam. Aslida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bir sartaroshni chaqirib boshini tushirib bu o'ng tarafning chichini Ebu Talhaga bergan ekan. Berib mushu chashlarni avvalanda uni keyin sol tarafini tushirib mush chashlarni sayilib mush xalqning sahobalar orasida taqtib degan ekan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek bu hadisde İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh adamninki chichi pokiz. Bu chash mesela suv ichib ketgan bo'lsa, bu suv nejis bo'lmaydi degan qarashni bunida chiqarmoqchi. Ammo shunlashqa bir qism ulamolar shu o'zing chashlarda tana jipyasin bo'ldi deb qaragan bu hadis qarta. Ammo Ebu Hanif rahmetullahi aleyh adam nayt hurmatli bir maxluqlar ichida. Shunlashqa adamning hurmat uchun pokiz bo'lgan taqdirda buniki a'zolarini foydalanishga, buni ishlatishga bo'lmaydi deb qaragan. Başta iştlarniki yatqan joyi haqidagi gap o'tdi. Bu gap qarta Anvar Shah Kashmiri rahmetullahi alayh bir qism mazmun bayonlarni keltiribdi bu jihatda. Bu ish deganniki o'zi nejis, ya'ni buning go'shi nejis bo'ladi. Hem şundaqla onun hamma tarafı birleşip anda nejis bo'ladi. Onun ma'lum a'zosi nejis bo'lib, ma'lum a'zosi nejis bo'lmagan avval olmaydi. Yani bunun go'shi nejis, umumiyligi nejis. Lekin bu yerga yetib qo'ygan bo'lsa, bu buniki bir partisi bo'ladi. Shunlashqa bir odam o'sha ishni ko'tarib namoz o'qigan bo'lsa, yanada kuchuknida, buning namozi durust, buni sepli qo'ymagan bo'lsa, nejis bo'lmagan bo'lsa, Çünkü aynı vaqtlarda bu işlarga masjidga kelib ketib turadi, eshiklar ochiqdi. Bu to'g'riliq bu nejis deb aynı vaqtda bundaq bir mazmunlar bayon qilingan emas deb qaragan. Endi yuqorqi babga munosabatli yana bir hadis bor. O 172 numaralı hadis. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu At-Tanisi nomi bilan mashhur odam. Bu kişi Malik'tin, bu İmam Malik'te. Bu kişi Ebu Zinat degan kişiden hadis rivayet kılıvatı. Ebu Zinat bu kişinin tercümanı başta ötken. Abdullah ibn Zekvan namıyla meşhur. Bu kişi A'raydın. Yani bu Abdurrahman ibn Hormuz diye muhaddis. Bu kişi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılıvatı. Bu yerdeki muhaddislerindeki ravilarındaki hemisi birbirinden ait işencelik tercümanı başta ötken raviler. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam mundaq degan edi.
sizlarning biringlarning qochisi da ichib qo'ygan bo'lsa, uni 7 qatim yuysin degan. Bu hadisninki boshqa shakllari bunda qochini yalab qo'ygan bo'lsa, yoki beshini tiqib yalab qo'ygan bo'lsa deb bunda rivoyatlar keltirilgan. Ma shaklda ichib qo'ygan bo'lsa deb keltirilibdi. Belki bu nuqta shu ishninki tabiatidagi masala bo'lsa kerak. Nima deganda ishit shu yalmab, ya'ni yalab ishi emasmi suni. Shunga bu iboratni inchga keltirgan bo'lishi mumkin. Endi Imom Buxoriy bu hadisni nima uchun aytdi bu yerda deganda, biz boshda bir qism ulamolarning bo'lib Ato ibn Abi Rabahninki shu ishdan oshgan suvning pokizligi haqidagi bir qism ulamolarninki nazari ko'z qarashi bo'lganda, shuningga raddiya subtida Imom Buxoriy bu hadisni keltirib, ya'ni demak ishdan oshgan suv nejis degan hukmni texminayati aniq oydinlashtirish uchun bu hadisni keltirgan. Yana birisi ulamolar bu yerda qanday ish bo'lsa, shu ishlan bo'lsa, mutlaq bu yalg'on bo'lsa, ichgan bo'lsa, shuni bu nejis deb qarabdi. Masalan, chunki bir qism ko'ndirilgan ishlar bor, gap anglaydigan ishlar bor. Buni farqlantirmaysiz kerak bu jihatda deb qaragan. Endi bu ish yalab qo'ygan qochini 7 qatim yuvish masalasi umuman ilbitqa vaqtida bu ta'abbudi masalasi. Ta'abbudi deganimiz buniki illati surish qilinmaydigan masala. Ammo bir qism ulamolar bu tibobat jihatini bir ilbitqa vaqtida ishniki xos bir mikrobi bor ekan tilida deb qaragan. Balkim bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Umuman ilbitqa vaqtda bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki 7 qatim yuvish bu ibodat va sünnet vacibat noktasını deb qarasak bu texminayati munosib. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh yana yuqorqi boblarga munosabatlik holatda bir-biriga aytdi. Zanjir samon bog'langan hadislar bor-da, shu ish masalasi, ish qolgan suv masalasi qatorliq masalalardan. Bu masalalarni texmin bakrak oydinlashtirish uchun 173-numurli hadisda bizga Ishoq hadis so'zlab bergan edi deb hadis keltiryapti. Bu yerdagi Ishoq degan kishi Ishoq ibn Mansur degan kishi. Ba'zilar Ishoq ibn Ibrohim deb qaragan. Bu ikkilisi Imom Buxoriyniki ustozlardan. Balkim bu Kavsaj nomi bilan mashhur bo'lgan Ishoq ibn Mansur bo'lishi mumkin. Bu kishi Nishapurda yashagan buyuk Marvazi ekan Turkmanistonlik buyuk muhaddis. Imom Muslim rahmatullohi alayh bu kishiga baho bergan vaqtida o'z zamonasidagi mashhur hadis ulamolarınınki imomlarining biri, ishonchli omonatdor odam 251-yili o'lib ketgan deb shunaq degan. Bu kishining Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Nasai, Ibn Majah qatorliq mashhur hadis ulamolari bu kishining hadis rivoyat qilgan. Demak, bularning hammasi ham shu odamning shogirdi bo'ldi demak bu yerda. Bu kishi deydi bizga Abdussamad xabar bergan dedi. Abdussamad ibn Abdulvaris boshda o'tdi bu kishining tarjimali. Bu kishi deydi bizga Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu odam Adaviy nomi bilan mashhur. Adaviy degandilar mush Qurayshlarniki Bani Adi jamoati, ya'ni Umar ibn Xattobniki jamoatidan. Chunki Umar ibn Xattobniki ozodgardisi bo'ladi bu odam. Bir qism ulamolar bu kishi to'g'riliq mazroq söz qilib baqqan bo'lsa ayblab, ammo bu kishini aytib rostchil deb qaralgan. Bu kishimi Imom Nasai, Imom Tirmiziy, Abu Davud qatorliq mashhur kitoblarda bu kishiningki hadislari zikr qilingan, bayon qilingan. Bu kishi deydi, men dadamdan anglagan edim deydi. Dadisi Abdullah ibn Dinar. O'zi tabiin, Abdullah ibn Umarninki ozodgardisi bu odamda. Şu 6 sayı kitapta Abdullah ibn Dinar dese mush kishi maqsad qilindi bu yerda. Bu dadisi kimdan rivoyat qildi deganda Abu Salih degan kishidan. Zayyat Zakwan, Abu Salih Zayyat yoki Zakwan nomidan boshlanib o'tgan. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bunday dedi. Bir odam payg'ambarimiz deb birdi-da, bir odam bir ishni ko'rib qopdi-da, burun. Ussuzluqdan shu yo'l topini yalab yeyotgan. Shundan bu odam o'ziniki o'tkini silib,
o'tkida quduqdan suv ilib changallab bu ishni tutib berganda hatto mush ishni susuzligini qandirib qo'ygan. Alloh taolo bu odamning qilmishidan bir xil ta'sirlanib bu kishiga tashakkur mukofot asosida bu kishini jannatga akirgan dedi. Biz bu hadisda nurg'un mazmunlarni tushunamiz. Har qanday bir jonliqqa, hayvonotlarga bir yaxshilik qilish, sug'urish buning bir ajrlik ish ekanligi ko'rinib turibdi. Buningga yomonlik qilish, uningga biz ziyonkashlik qilish bu yaxshi avval emas demoqchi. Endi mush hadisni asos qilib turib, ba'zi Maliki mazhabidagi ulamolari Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni keltirish orqali ishdan ishib qolgan suv pokiz demoqchi deb qaragan. Chunki bu odam o'ziga o'tki suvni to'shqizib, shu o'tki bilan ishni sug'organdan keyin cho'qim bunida ozroq suv ishib qoladi. Keyin shu o'takni kiydi emasmi deb qaragan. Ammo İmamul Ayni rahmatullohi alayhi Hanifi mazhabidagi ulamolardan Buxoriyning sharhiga vaqtida balkim dedi. Balkim bu odam o'tak bilan suvni ichgan bilan u suvni boshqa narsaga quyib sug'organ bo'lishi mumkin. Yoki o'tkini keyin yuvatgan bo'lishi mumkin. Bu Imom Buxoriyning bu hadisini keltirishi ishning suvi ishib qolgan bo'lsa pokiz deganlikni bildirmaydi deb bular raddiya bergan. Amdilikda bu hadisga tasvirlangan kishi bu Bani Isroil qavmida bo'lgan, burunqi davrlarda, zamonlarda bo'lgan bir voqealikni payg'ambarimiz keyingi ummatga buni deb turibdi. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi endi bu ishqi munosabatli yana bir hadisni keltirib 174-numurli hadisda mundaq deydi. Ahmad ibn Shabib degan odam mundaq degan edi deb. Bu Imom Buxoriyning ustozi Ahmad ibn Shabib Said Tamimi degan nom bilan o'zi Basrda yashagan ulamo. Keyingi mezgillarda Makkada o'lib ketgan. O'zini ayt Rossiya deb ta'riflangan büyük muhaddislardan. Bu kishi dedi bizga dadam hadis so'zlab bergan edi dedi. Dadasi ko'rinib turgan o'xshash Shabib dadasi bo'ladi. Bu kishimi o'z davrida tijorat, savdo bilan shug'ullangan, ham hadis ilmi bilan shug'ullangan büyüklerdi. Bu kishi Yunus degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Yunus ibn Yazid al-Ayli degan kishi shu boshda o'tgan. Bu kishi Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhriydan rivoyat qilyapti. Bu kishining tarjimasi boshdan chiqib o'tdi o'g'ay. Bu kishi dedi, "Menga Hamza ibn Abdullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi" deb shunaqa dedi. Bu Hamza ibn Abdullah ibn Umarning o'g'li bo'ladi bu hamda. Abu Ammar nomi bilan mashhur, o'zining ayt tabiin, o'zimo ishonchlik, ammo bek ko'p hadis rivoyat qilgan emas, dadasiga o'xshash. Endi bu kishi o'zining dadasidan Abdullah ibn Umardan rivoyat qilib shunaqa dedi. İştilar ayni vaqtida Rasulullohning zamonida masjidga kelib ketib turadi, ba'zi sevib qo'yadi. Bu vaqtda ishtiningki suydiklariga suv chechilmaydi deb shunaqa degan. Endi u vaqtlarda masjidningki darvozalari yo'q, ochiq. Masjidningki bir necha eshiklari bor. Balki men davomli ham ishchilib bu yerda qo'nab yetib qilmaydi, ammo ancha-muncha ish kelib odam ko'mgan vaqtida kelib ketadigan avvallar bo'lish ehtimoliga yaqinimda. Bu ishlar ancha-muncha sevib qo'ygan vaqtida, masalan, bu zaminning, bu tuproqniki pokizligini bildirmaydi. Chunki nijosatning ayni, ya'ni o'zi yo'qolib ketgan bo'lsa, bu ko'pincha bu ulamolarning nazarida pokiz bo'ldi. Bo'lib ham yerga yegan vaqtida quyosh orqali yoki havoda qurib izi o'chgandan keyin balkim bu pokiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Buning qarablam buniki suylikni pokiz deyish bo'lmaydi. Bir qism ulamolar buningga ilova qilib, bu hamda masjidlarni mutan nijosatlardan saqlash, masjidni hurmat qilish qatorliq hukmlar tushishdan burun islomiyatning dastlabki bosqichlarida yuz bergan avvallar debdi. Balki bu munosib bo'lishi kerak bu jihatda. Ham Anvar Chakashmiri bu hadis qarta bir dalil isbot etib, bizning nazarimizda dedi. Bizning nazarimizda shariat ko'rgan narsani shakli narsaga qarab hukm pishirdi. Bu sevib qo'ydi dedik, lekin buniki izi yo'q.
iz bulmagan ahvol ostida bu zimindagi qurish bilan bu yerda bu buning nijosatligi yana yo'qolgan bo'ladi. Gumonga qarab turib, shakka qarab turib bilan uni nejisli deyishga bo'lmaydi deb qaragan. Hamda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi 175-numurliq bu hadisda mundaq deydi: bizga Hafs ibn Umar degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishimi boshda tarjimali o'tdi. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj degan kishi shu. Bu kishi deydi İbn Abi Safar degan kishidan. İbn Abi Safar degan Abdullah o'zi. Abu Safar dadisi bo'ladi hamda. Said ibn Muhammad nomi bilan mashhur. Bu kishi Sha'biydan rivoyat qilgan. Sha'bi Amir ash-Sha'bi degan kishi shu. Bu kishi Adi ibn Hatimdan rivoyat qilyapti. Bu Adi ibn Hatimdan boshqa ravilarniki hammasini tarjimali boshda o'tgan. Endi Adi ibn Hatim kim o? Degan vaqtda bu donliq arablardagi mashhur bir sex mard bor. Mushu kishiniki o'g'li bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i Hijriy 7-yili kelganda bu odam kelib shu yerda musulmon bo'lgan. Undan boshqa nurg'un urushlarga qatnashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nomidan 66 dan hadis rivoyat qilgan bu kishi. Makkada yashab, Makkada 120-yilda o'lib ketgan bu odam. Bu odamniki ilmiy jihatdagi qo'shgan tuhfasini aytib zo'rliqqa chiqib turibdi. Hamda 66 dan hadisni Rasulullohdan rivoyat qilib bizga yetkazmoqqa aytib muhim ilmiy natija deyishki bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rgan edim dedi bu odam. So'rsam Payg'ambarimiz savol so'rganda hamda chunki bu ayni davrda bu arab yarim orli bir cho'llik. Bularniki turli ovchilik ishlari bo'ladi hamda. O'g'il munosabatlik masalalarni so'rgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday debdi: "Sen ko'ndirilgan, o'gitilgan ishtingni qo'yib bergan vaqtingda u ishit bir narsa tutgan bo'lsa, bir ov tutgan bo'lsa, yegin." dedi. Sen ye dedi. O'tdagan bo'lsa, sen ye dedi. Ammo u o'z yeb qolgan bo'lsa, tutgan ovdan uni yemasan. O senin üçün emas, o'z uchun tutdi uni. Şuna ben dedim dedi o Adi ibn Hatim. Ben bazı iştimni oğu çıkarıp evelsem onun kaşık bağa vaktimde iştimle yeni bir iş bağa kanda kılmazsam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondaqda yemezsen sen özünün iştini bismillah deb atıdın ama başka iştiqa sen bismillah demedin. Yani demek sen ma işt öttədimi ya a işt öttədimi fıqmaysa deb Peygamberimiz şundaq degan edi deb Adi ibn Hatim rivayet qiladi. Belki İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu hadisini keltirish uchun ishning ishib qolgan suyu pokiz degan qarashni yoqlamoqchi bo'lsa kerak debdi İmam Ayni bu hadis orqali. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu oğulgan joyini juytinglar demagan ya kesitinglar demagan. Çünkü onu tishlab o'g'laydi-ku odatda onu. Bu hadis hamda amaliyotda ovchilikqa munosabatlik, ishniki o'g'ilgan o'g'illarga munosabatlik shu haqdagi mazmun asos qilingan hadis. Lekin İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu hadisni shu tahorat babida, ya'ni ishning ishib qolgan suvlarniki pokizlik qilish uchun ekangan bu hadisni. Belki İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu orqali hamda ishning ishib qolgan ichimlik suvlarini pokiz deb qaragan bo'lsa kerak hamda. Eng muhimi bu jihatda biz mazhablar orasidagi mazmunlarni bekrak asos qilish bilan birga boshdagi masalan Peygamberimiz istiyolab qo'ygan, ichib qo'ygan narsalarni yuvish haqida buyurdi emasmi? Shuni biz asosiy o'lcham qilib bu masalada. Ammo o masalasini buni ayrim bir o'lcham qilganimiz yaxshi bo'lishi mumkin. Yani mutlaq muqayyat degandek yoki xos am degandek. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.